Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Mustabid Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchiligini va jazo lagerlari tuzumini xalqaro fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan va muhojirat uyg'urlarning qalbida ulgili qahramonga aylangan Gollandiyadagi jasur lager shoidimiz Qalbinur Sidiq xonimning vataniga aksi Tursun Sidiq apandimning 10 aprildagi gumonliq o'limi chet ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni cheksiz azoblantirdi. Qalbinur xonimning istansimizga bildirishicha, aksi Tursun Sidiq apandim oilasidagi 6 qarindoshning eng cho'ngi bo'lib, 2020 yil 6-oyda Qalbinur Sidiq xonim mardonlik bilan o'tirg'i chiqib Guardian gazetida Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va lagerlarda yuz berayotgan dahshatli qiyin qistoqlar, xo'rlashlar, ro'yi va jismoniy besimlar va qasddan o'ltirishlar qatorliq insoniyat qarshi jinoiy qilmishlari haqida guvohlik bergandan keyin uning vataniga oilasining beshiga kelmagan kulfat qolmagan. Shu kundan e'tiboran Xitoy hokimiyati Qalbinur Sidiq xonimning aksini va oilasidagilarni ko'p qatim qiyin qistoq va savol so'roq tartib, ularni yig'izori bilan Qalbinur Sidiq xonimga ekran orqali telefon qildirib, Qalbinur xonimni chet elda Xitoy qarshi harakatlarini to'xtatishga qistagan. Ammo shuncha besim va tahdidlarga qaramay Qalbinur Sidiq xonim lagerlarda azob chekayotgan aziz xalqining haqqi hurmati va ularning ichinishli ovozini dunyoga fosh qilish irodasidan aslo voz kechmagan. Qalbinur Sidiq xonim Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2021 yil 6-oyning 4-kuni Londonda chaqirilgan tunji sotida Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari haqida guvohlik bergandan keyin fashist Xitoy hokimiyatining Qalbinur Sidiq xonimga bo'lgan besim va tahdidi yuqori pallaga chiqqan. Sud boshlanishidan bir kun burun razil Xitoy hokimiyati Qalbinur Sidiq xonimning vatandagi yo'ldishini ekran majburiy chiqarib so'zlatgan va yo'ldishi ekranda Jungoga qarshi harakat qilayotgan Qalbinur Sidiq bilan bo'lgan chek-chegarasini aniq ayirganligini va uning bilan bo'lgan er-ayollik munosabatini butunlay uzganligini aytgan. Qalbinur Sidiq xonim Xitoyning tahdidlariga pisand qilmay, Uyg'ur sud kollegiyasida mardonlik bilan o'tirg'i chiqib guvohlik bergan. Qalbinur Sidiq xonim bo'lsa Uyg'ur sud kollegiyasida tunji bo'lib guvohlik bergan shohid sifatida tarix sahnasidan o'rin olgan edi. Shuningdek keyin Xitoy hokimiyati Qalbinur Sidiq xonimning vataniga urug'-tuqqanlarga qaratgan ziyonkashligini uzluksiz oshirib kelgan. Jasur lager shoidimiz Qalbinur Sidiq xonim taq yaqinda Amerikani ziyorat qilib, Amerika davlat majlisida, Kaliforniya va Teksas shtatlik yerlik parlamentlarida va BDTning Nyu-Yorkdagi bosh shtabida, shundaqla Amerikaning boshqa sohalarida jazo lagerlari haqida bevosita guvohlik berib qaytib kelgan edi. Qalbinur Sidiq xonimning aksi Tursun Sidiqning tuyuqsiz o'limining dal bu vaqtga to'g'ri kelishi kuzatuvchilarning kuchli gumonni qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Qalbinur Sidiq xonimning istansimizga bildirishicha, uning aksi Tursun Sidiq odatdagi zukam kesdi bilan doktorxonaga borgan. Afsuski 2 kundan keyin doktorxonadan uning meyiti chiqqan. Qalbinur Sidiq xonim aksining o'lim xabarini 11 aprel kuni Belgiyadagi jiyan orqali xabar topgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovudin, Qurultay fondining raisi Abdujil Ahmad va Qurultayning muavin bosh taftishi Baxtiyor Nosirlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati Qalbinur Sidiq xonimning aksi Tursun Sidiqning vafoti munosabati bilan 12 aprel kuni Qalbinur Sidiq xonimning Gollandiyadagi uyini ziyorat qilib ta'ziya bildirdi va marhum Tursun Sidiq apandimning ro'yi uchun Qur'oni Karim va Fatiha o'qishdi. Dolqin Aysa apandim yana ziyorat qilgan so'zida Sharq Turkiston xalqining hurligi, ozodlik uchun va Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishlarini dunyoga fosh qilish uchun zo'r fidokorlik ko'rsatgan va bu sharafli yo'lda og'ir badallarni to'lagan Qalbinur Sidiq va boshqa jasur lager shoidlarimizga bo'lgan cheksiz minnatdorligini ifoda qilish bilan birga milliy mustaqilligimizni asliga keltirishni orzu qilgan har bir Sharq Turkistonlikning bu muqaddas kurashimiz uchun xuddi Qalbinur Sidiqdek har zaman badal to'lashga hozir turishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Jasur lager shoidimiz Qalbinur Sidiq 2021 yil 11-oyda Chexiyada chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining 7-navbatlik umumiy vakillar qurultiyida Qurultayning Gollandiya vakili bo'lib saylangan edi. Yaqında Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Angliyadagi Sheffield universiteti birlikda tayyorlab e'lon qilgan muhojirat Uyg'urlarning davlat alqon bostirishga uchrashi degan temadagi cho'ng hajmlik doklati siyosiy kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Mazkur doklad Angliya, Turkiya va Tayland qatorliq 3 davlatda turishliq 50 dan ortiq kishini ziyorat qilish orqali tayyorlangan. Dokladda ko'rsatilishicha, muhojirat Uyg'urlarga qartilgan davlat alqon bostirishning ko'lami nihoyat keng doiralik bo'lib, uning ta'siri muhojirat Uyg'urlarning so'z erkinligi, jamoat bo'lib yashash istiki va madaniyatini qo'g'dash iqtidorini qattiq cheklaydi ekan. Doklad yana Xi Jinpingning yangi davrda davlat alqon bostirishning texnik kengayganligi,
2017 yıldan başlap taktikasının tedrici özgürgenlik o'ttirib qo'yilgan. Bu taktikalar yakki shaxslarga parakanchilik silish, jamoat erboblarini nazorat ostiga ilish, Uyg'urlarni ochiq-oshkor so'zlashdan qo'rqitish, hatto ularni ijtimoiy taratqularda Xitoyning ijobiy obrazlarini yaratadigan, Uyg'ur masalasiga xalqaroning diqqatini tortmaydigan mazmunlarni chiqarishga majburlash qatorliqlar ekan. Dokladda tövəndiki tavsiyalar o'ttirib qo'yilgan. Birinchidan, har qaysi davlatlar Kanada andizisini o'rnak qilgan asosda muhojiratga Uyg'urlarni bexatar joylarga yerlashtirish orqali ziyonkashlikka uchrash xavfidagi Uyg'urlarni qo'g'dash. Ikkinchidan, har qaysi davlatlar Uyg'ur masalasi haqida qaror chiqarganda Uyg'ur masalasidan aniq xabardor kishilik huquq tashkilotlari va mutaxassislar bilan aloqalashish. Uchinchidan, davlat xalqon bostirish haqidagi uchur to'plash uchun maxsus bexatarlik qiziq liniyasi ta'sis qilish. To'rtinchidan, Magnitskiy jazo tadbirini qo'llanish va amaliylashhtirish. Dokladda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qarta tövəndiki tavsiyalar o'ttirib qo'yilgan. BDT Musafirlar Mahkamasi cho'qim Turkiyadagi Uyg'urlarning insonparvarlik vizasini qo'llashi hamda ularning chegaradan qo'g'lab chiqarilish va parakanchilik silish ahvolini tekshirishi kerak. BDT Musafirlar Mahkamasi Taylandning ko'chmanlar tutib turish o'rnida turayotgan Uyg'urlarga jiddiy ko'ngil bilishi hamda tekshirish natijasini oshkor doklad qilishi kerak. BDT bosh kotibi musofirlarni qo'g'dash to'g'risida alayda maslahatchi va davlat xalqon bostirishni doklad qiladigan alayda xodim tayinlashi kerak. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Angliyadagi Sheffield universitetining xodimlari Amerika davlat majlisi bilan ko'rishib dokladda bayqalgan Uyg'urlar uchrayotgan davlat xalqon bostirish haqidagi uchurlarni Amerika hukumat xodimlari bilan o'rtoqlashgan va Uyg'urlarni qo'g'dash uchun qo'llanishga tegishli taklif tavsiyalarini sungan. Dünya Uyghur Qurultayı Qanun Komitetining mudiri Mehmet To'xt apandim riyosatchilik qilayotgan Kanadadagi Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining boshlamchiligida Kanadadagi 28 tashkilot o'tgan yil 4-oyda Kanadaning shirkatlar nazorat qilish organiga shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini Kanadaga import qilayotganligi, Kanada hukumat apparatlarining mavjud qonunlarga asosan bo'lsa-mu bu xil mahsulotlarni yetarli cheklamayotganligiga oid 13 turlik ariz shikoyati bo'lgan edi. Navbatda Kanadaning shirkatlarni nazorat qilish reviziya organi bu ariz shikoyatlarga 1 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uni bir taraf qilishda azminlik qilish, xizmatda unumlik bo'lmaslik bilan ayblanmoqda. Kishilik huquq tashkilotlari Kanadaning shirkatlarni nazorat qilish reviziya organiga o'tgan yil 4-oyda sungan ariz shikoyatida Kanadadagi kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullangan 12 shirkat ustidan ariz sunib, bu shirkatlarning Kanadaga import qilgan mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan aloqasini tekshirishni talab qilgan. Ariz shikoyatda Costco, Gap, Hugo Boss, Nike, Ralph Lauren, Zara, Diesel, Guess, Levi Strauss, Walmart qatorliq shirkatlar ustidan ariz qilingan edi. Kanadadagi Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining ijroiya direktori Mehmet To'xtning qayd qilishicha, bu arizga 1 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Kanadaning shirkatlar nazorat qilish reviziya organi byurokratlik rasmiyatlarni va hojatsiz maxfiyatliklarni bahona qilib, ularning sungan arz ustidan tekshirish ilib berishda unumdor bo'lmagan. Navbatda bu masala Kanada taratqullarining diqqatini qo'zg'agan. Kanadaning Yer shari pochtasi gazeti 11 aprel sonida bu masalaga alohida o'rin berib, Kanada shirkatlarini nazorat qilish reviziya organining Kanada shirkatlarining chet ellik qilmishlarini nazorat qilishda unumsizlik bilan ayblanayotganligini xabar qilgan. Yer shari pochtasining qayd qilishicha, bu organ hozir qadar ariz shikoyatlardan birining tekshirishni bitirib bo'lmagan. Kanada shirkatlari nazorat qilish reviziya organining kishilik huquq tashkilotlari tomonidan ayblanishi Kanada Avam palatasi majburiy emgakni cheklashga oid bir qonun loyihasini ma'qullash oldida turgan bir vaqtda o'tirg'i chiqqan. S211 nomli bu qonun loyihasi o'tgan yil Kanada Kengash palatasida ma'qullanib, Avam palatasiga sunilgan. Mazkur qonun loyihasining mushoyichida Avam palatasidan ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanganligi qayd qilinmoqda. Bu qonun loyihasi ba'zilarning qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, biroq ba'zilar bu qonun majburiy emgak mahsulotlarini to'sashda kuchli emas deb qarshi chiqqan. Mehmet To'xt apandimning matbuotlarga aytishicha, Uyg'ur majburiy emgaki murakkab ham chegish masalaga aylangan bo'lib, Kanadaning hozirgi mavjud qonun tuzum va davlat apparatlari bu mahsulotlarni cheklashda yetarsiz qolmoqda ekan. Mehmet To'xt buning uchun Kanada davlat apparatlarining funksiyasining kuchaytirilishi, Kanadaning texim kuchli qonunlarini chiqarib, davlatning majburiy emgak mahsulotlarini cheklash mexanizmini texim unumdorlik ega qilish kerakligini ifoda qildi. Xalqaro qalamkashlar jamiyati yaqinda doklad e'lon qilib, 2022 yil ziyonkashlikka uchragan yozuvchilar haqida ma'lumot bergan. Bu dokladda dunyo bo'yicha 115 yozuvchining tahdidga uchraganligi, tutqun qilinganligi, zo'ravonlikka uchraganligi, hatto o'ldirilganligi xotirlangan. Dokladda Uyg'ur olim, folklorshunos Raila Davud bor bo'lib, Uyg'urlardan dongliq insonshunos Raila Davud 2017 yildan boshlab Xitoy hukumati tomonidan g'oyib qilib o'tildi deyilgan. Dokladda aytilishicha, Xitoy, Rossiya, Hindiston, Iran,
Saudiya Arabiston, Turkiya, Iroq qatorliq davlatlarning yozuvchilari eng ko'p qasdlangan va tehdidga uchragan davlatlar hisoblanadi ekan. Bu yozuvchilar haqiqatni so'zlash, erkin fikr qilish uchun o'zini pido qilganlar, fikr erkinligi uchun kurash qilganlar bo'lib, insoniyatning vijdoni, yangi dunyoning umidi hisoblanadigan kishilar ekan. Rayla Davud folklorshunoslik, Uyg'ur mozorlar tadqiqoti ko'rinarli natija yaratgan va xalqaro folklor tadqiqot sohasida aktiv faoliyat qilib kelgan Uyg'ur sarxillaridan edi. O 2017 yılının ahırda tutqun qilinib, izdereksiz g'oyib qilib etilgan. Shuningdan buyon Xitoy hukumati Rayla Davud haqidagi uchurlarni qattiq qamal qilib kelayotgan bo'lib, uning taqdiri hozirgacha noma'lum holatda turmoqda. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.